bugungi ko'rgazmamizda foydali oziq moddalarning harakatlanishi mavzusiga oid amaliy mashg'ulotni bajarib ko'ramiz ekan. Biz bilamizki, odam va hayvonlarning tanasida oziq moddalar qon orqali tashiladi. Xo'p, o'simliklarda qon yo'q-ku, nima orqali oziq moddalar pastdan tepaga yoki tepadan pastga qarab harakatlanadi? Ko'nikmamizni rivojlantirish uchun biz ushbu amaliy mashg'ulotdan foydalaning. Buning uchun biz 3 ta stakanga, demak, 3 xil rang tanlab oldik va o'simlik barglarini solib ko'rdik. Mana ko'rinib turibdi, birinchi stakanimizda qizil rang o'simlik o'tkazuvchi to'qimalari orqali tepaga qarab harakatlanganini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi stakanimizdagi ko'k rangimiz esa o'tkazuvchi to'qimalar orqali harakatlangani uchun mana bargimizda ham ko'k ranglar paydo bo'ldi. Hozirgi kunda global muammolardan biri bu toza ichimlik suvini kamayib borayotganligi. Biz o'sha muammolarni oldini olish uchun ifloslangan suvdan yoki sho'r suvlardan qanday qilib toza ichimlik suvini olish texnologiyasini ko'rib chiqish uchun ushbu tajribamizni amalga oshiramiz ekan. Bizga tajribamizda kerak bo'lgan asboblardan banka, varonka, doka, keyin yuvilgan va qizdirilgan toza qum, paxta va faollashtirilgan ko'mir kerak bo'lar ekan. Hammasini to'g'ri ketma-ketlikda qo'yib olib, ifloslangan suvimizni sekin quyib olamiz. Ushbu tajribamizni yakunida mana ifloslangan suvimizdan toza iste'molga yaroqli bo'lgan suv olindi. Ushbu amaliy mashg'ulotlarimizdan maqsad ko'rgan narsa, o'rgangan narsalarimizni hayotda qo'llay olish.